Tayyormizmi? Samara bozordan 5 kilogramm kartoshka, 3 kilogramm piyoz va 4 kilogramm sabzini 54 ming so'mga sotib oldi. Agar piyozning narxi kartoshkaning narxidan 2 ming so'm arzon, ammo sabzining narxidan 1000 so'm qimmat bo'lsa, kartoshkaning narxini toping. Qaytaraman, Samara bozordan 5 kilogramm kartoshka, 3 kilogramm piyoz va 4 kilogramm sabzini 54 ming so'mga sotib oldi. Agar piyozning narxi kartoshkaning narxidan 2 ming so'm arzon, ammo sabzining narxidan 1000 so'm qimmat bo'lsa, kartoshkaning narxini toping. Kartoshkaning narxi 6000. Malades ajinam, o'pking. Alo shogirdim. Piyozning narxi 4000, sabzining narxi 3000. Malades, cho'q shogirdim. 3-sinf alo shogirdim 1. Yanam kim? Mana. Kartoshka 6000, piyoz 4000, sabzi 3000. Malades, mobilam 2. Qani? Mutlaq xato. Qani Fanisbek? Malades, Fanisbekniki ham to'g'ri. Yanam kim? Kartoshkaning narxi 6000, piyozning narxi. Malades, Rayhonbekniki ham to'g'ri. Mana. Yaxshi, shogirdim Kamronbekniki ham to'g'ri. Xo'p, katta ajinaniki. To'g'ri. Yanam kim? Kartoshkani nechi pul ekan? 6000. 6000, piyoz 4000, sabzi 3000.